Bugungi videoda hech qachon o'lmas mavzu haqida gaplashamiz. Bu mavzu albatta pul mavzusi. Pul mavzusi har doim qiziqarli bo'lgan, dolzarb bo'lgan va казалось бы, bu mavzuda bilmagan narsamiz qolmadi, lekin shunga qaramay baribir bu mavzu odamni junbushga keltirishda davom etaveradi. Agar bugungi videoda kanalimizda birinchi marta bo'lsangiz, hoziroq podpisatsiya tugmasini bosib kanalga obuna bo'ling. U yerda men Dildora Jumonova sizlarga masalangizni yechishingizda ko'zdan qochirayotgan nuqtalaringizni ko'rsatib beraman. Demak, bugungi videoda sizlar bilan pul haqida gaplashamiz. Pul haqida sizga yetkazmoqchi bo'lgan bitta ajoyib falsafam desammi, yangiligim desammi bor, u ham bo'lsa, pullar haqida bilmagan narsangiz qolmadi. Bu bir hisobdan yaxshi yangilik. Nima uchun yaxshi yangilik deb so'rarsiz? Sababi, demak, ishlaydigan mavzuni bilasiz. Ya'ni pullar bizning ularga bo'lgan fikr, mulohazalarimiz va tafakkurimizga ko'ra. Ya'ni bizning bugungi kunda pullarimizning borligi yoki yo'qligi, kamligi yoki ko'pligi bizni o'y-hayollarimizga va fikrlarimizga, ishonchlarimizga, e'tiqodlarimizga bog'liq. Bugungi kunda $100 topayotgan odam $500 xohlaydi, lekin $500 dan to'sib turgan narsa uni fikr-hayollari. $500 topayotgan odam $5000 topishni xohlaydi, lekin $5000 dan uni to'sib turgan narsa uni fikr-hayollari. Xuddi shunaqa qilib 100 ming topayotgan odam 1 million topishni xohlaydi, lekin uni 1 milliondan to'sib turgan narsa bu uning fikr-hayollari, o'rtoqlar. Mana shu narsa hammada bor. Bu xohlagan tabaqadagi odamni oling, ya'ni u aytaylikki bugun $100 topyaptimi, $1000 topyaptimi, $5000 topyaptimi, hammani o'zini patologi bor, o'zini chegarasi bor va bu chegaralarni belgilaydigan narsa bizni o'y-hayollarimiz. Kuni kecha Telegramda mana shu mavzuda bo'lib o'tgan savol-javoblarini hozir sizga tahlil qilib beraman. O'zi o'yladim bugungi videoga tayyorlanishda nimani aytsam ekan, nimani gapirsam ekan dedim, keyin yetdim. Mana bu yerda tayyor material turibdi. Ya'ni nima qilaman, bir narsalarni o'ylab topib, xalqqa qiziqarli bo'lgan, dolzarb bo'lgan narsalar haqida gapiramiz deb o'zimga o'zim so'z berdim, o'zim bilan o'zim shunday deb suhbatlashdim. Bu suhbatim sizga ma'qulmi? Agar ma'qul bo'lsa, zo'r. Siz ham agar suhbatga qo'shilishni xohlasangiz, izohlarda men hozir gapirayotgan mavzuda sharhlarda o'zingizni fikrlaringizni qoldirib keting. Demak, biz pul mavzusida savol tashlagan edik va ishtirokchilar yozishyapti. Pullar bu imkoniyat. Bitta ishtirokchim yozyaptilar. Barno ismli ishtirokchim harakat qilsa pul keladi deb o'ylayman deb yozyaptilar. Siz nima deb o'ylaysiz? Pul bu imkoniyatmi va pul bu harakatga keladigan narsami? Agar shunday deb o'ylasangiz, mendan sizga kontr savol. Nima uchun odamlar bor, juda ham ko'p harakat qilishadi, lekin pullarda barakasi yo'q yoki topishlarining ko'lami katta emas, keng emas? Agar hamma narsa rostdan ham faqat harakatga bog'liq bo'lganda. Qiziq masalada. Nachim yozyaptilar. Pul yetmayotganda qo'rquv, bo'lganda esa imkoniyat deyaptilar. Qarang, qanday ajoyib jumla. Qo'shilasizmi? Rostdan ham pulingiz yetmay tursa, pulingiz oz bo'lib tursa, bu sizda nimani yuzaga keltiradi? Qo'rquvni yuzaga keltiradi. Ya'ni xato qilmaslikka harakat qilasizda, ya'ni pullaringizni neto sarf qo'yishdan qo'rqasiz, yo'qotib qo'yishdan qo'rqasiz, qolmay qolsa-chi deb qo'rqasiz, yetkaza olmay qolishdan qo'rqasiz, to'g'rimi? Pullar oz bo'lsa qo'rquv, bo'lganda esa imkoniyat. Nima deb o'ylaysiz? Qo'shilasizmi? Men o'ylaymanki, pullar ham muayyan darajada ish deb o'ylayman. Ya'ni pullar yetarli bo'lsa zo'r, agar yetarlisidan ortiq bo'lsa, u уже bosh og'rig'iga aylanishi mumkin. Hech bu haqida o'ylab ko'rganmisiz? Ya'ni pullar juda ham ko'p bo'lsa, u ham bosh og'rig'iga aylanishi mumkin. Chunki pullarni bekitish kerak. Pulingiz bo'lsa, so'rab keladigan odam ko'p bo'ladi. Qarz so'rab kelishadi, yordam so'rab kelishadi, xullas pullarni bekitish kerak. Yoki bo'lmasam pullarni nima qilish kerak? Kerakli joylarga joylash kerak. To'g'rimi? Bu tushunganingizdek mehnat. Bu tarafini juda ham kamchilik odam o'ylab ko'radi. Ko'pchilik odam aytadiki, qaniydi pulim bo'lsa, cheksiz pullarim bo'lsa, sayohatlarga chiqaman, xohlagan narsamni olaman, deyshadi-da. Bu narsamiz shu bitta narsa bilan tugaydi. Xohish istaklar.
Xo'p, obunachim Telegramda yozyaptilar. Qo'rquv, ya'ni pul masalasida qo'rquv. Shohida yozyaptilar, imkoniyat. Islomjon yozyaptilar, hammasi, ya'ni imkoniyat ham deb o'ylayman, vosita deb ham o'ylayman va hokazolar deb o'ylayman. Gulchehra yozyaptilar, pul bizni harakatlarimizni natijasi bo'lsa, shunda biz harakat qilishdan qo'rqamizmi? Shuni tushunmayapman deb kontur savol tashlabdilar. Qarang, qanday qiziq. Agar pul bizni harakatimizga keladigan narsa bo'lsa, shunda biz harakat qilishdan qo'rqamizmi? Juda ham ajoyib mulohaza aslida. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu mavzuda? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Biz puldan qo'rqamizmi yoki harakat qilishdan qo'rqamizmi? Qarang, bu o'sha savolni o'ziga yarasha boshqa tomondan qaratilishi. Nodira ismli obunachim yozyaptilar. Oldin ko'p pul topardim, lekin yo'qotishdan qo'rquv bor bo'lib, tez ishlatib yuborar edim. Buyimga aylantirar yoki sovg'alar qilib tashlar edim. Hozirgi kunda pul bu imkoniyat deb bilaman. Xo'p, o'rtoqlar, menga juda ham qiziq, siz pullar haqida nima deb o'ylaysiz? Xohlasangiz, hozir videoni pauzaga qo'ying-da, o'ylab, javoblaringizni izohlarda qoldiring va videoni davom ettiring. Hamidulla yozyaptilar, bu masalada o'zim bilan o'zim ko'p kurashaman. Aqlim, ota-onang, ularni ota-onasi qiynalib, mehnat bilan pul topgan, ko'rib turibsan deya fikrlarimni chalg'itadi. Har doim ko'p masalalarda ichki kurashda yuraman. O'rtoqlar, bu yerda zo'r narsa ko'tarilgan, sababi biz doim ichki kurashda bo'lamiz. Tashqaridan kurash yo'q va tashqaridan deyarli hech qanday to'siq yo'q. Barcha to'siq bizni ichimizda. To'siq ongimizdagi fikrlarimizda to'siq, ishonchlarimiz bilan tashqi dunyodagi ko'rib turgan narsalarimiz to'g'ri kelmaydi. Ya'ni biz ekonom tejab ishlatsang keyin pul yig'asan, yig'ib qo'yishing kerak degan narsalarni eshitganmiz. Lekin tashqarida ko'ryapmizki, qanchalar ishlatsa, o'ylamasdan sarflasa, oldi orqasiga qaramasdan ishlatsa odam, ularni doim puli bor, каким-то образом. Biz doim pullarni ekonom qilamiz, tejab ishlatamiz, aqlli ishlatamiz, kerak emas narsalarga ishlatmaymiz. No, qachon qarama pulimiz kam. Qo'shilasizmi shu narsaga? Mana shu ichki qarama-qarshilik, mana shu ziddiyat hisoblanadi. Ya'ni bizni ichimizda o'tirgan falsafamiz yoki ishonchlarimiz tashqaridagi ko'rib turgan narsamizga zid keladi. Ya'ni men ichkarida bitta narsa deb bilaman, lekin tashqarida buni rovna teskarisini ko'rib turibman. Rayhon yozyaptilar, hech qanday fikr kelmadi, ya'ni savolimizga pul haqidagi berilgan savollarga hech qanday fikrim kelmadi deyaptilar. Yana bitta obunachim yozyaptilar, pul borliq tomonidan bizga loyiq ekanligimiz uchun beriladigan mukofot. Siz mana shu falsafaga yoki jumlaga qanday qaraysiz? Pul borliq tomonidan bizga loyiq ekanligimiz uchun beriladigan mukofot. Qo'shilasizmi? Izohlarda fikringizni qoldirib keting. Savolga keladigan bo'lsak, pul bu imkoniyat albatta. Yana ko'pchilik ishtirokchilarim yozishibdi, pul bu imkoniyat, chunki pul bo'lsa maqsadga erishishga yo'l ochiladi. Pul imkoniyat, pul va o'zim. Bolalikda eshitgan gaplar, boyga, soyga, ko'rpaga qarab oyoq cho'z, sen va hokazolar debdilar Barno ismli obunachim. Darhaqiqat biz ham xuddi shu gaplarni eshitib o'sganmiz va sizga bitta balkim ajoyib yangilikni aytarman. Bugungi kundagi juda ham ko'p muvaffaqiyatli tadbirkorlar, boy, badavlat insonlar ham mana shu siz aytayotgan ustanovkalarni, gap so'zlarni ayrimlarini eshitib katta bo'lishgan. Aytmoqchi bo'lganim, kimlarnidir uning e'tiqodlari, qo'rquvlari maqsaddan to'sadi, kimlarnidir esa nafaqat to'sadi, balkim oldinga surishga mayoq bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni ayrim insonlar uchun ularning mana shu qo'rquvlari pul topishga undaydi ularni. Tak, Salahidin Yarixon yana yozyaptilar, mening onajonim doim bu dunyo bir kam dunyo, kamchiliging bo'lsa puldan bo'lsin, sog'liqdan emas, farzandlardan emas. Bugunga kelib men esa bu fikrga ko'nmayman. Menda
shu ikki fikr dunyo bir kam dunyo va to'la to'kis shu ikki fikrim doimo jangda deyaptilar. Qarang, bu ham ichki qarama qarshilikda, ya'ni onadan aytilgan bitta gap tashqaridagi falsafa bilan bu to'g'ri kelmayapti. Biz ota-onamizga juda ham chuqur sadoqatdamiz. Biz ota-onamizni aytgan gaplarini, bergan tarbiyasini juda ham qadrlaymiz. Bizga dunyoda bo'layotgan narsadan ham ko'ra ko'proq ota-onamizdan olganimiz qadrliroq. Nima uchun? Chunki ota-onamiz bu bir bizning bulog'imizning boshi. Biz ana shu buloqdan chiqib kelganmiz. Tabiiyki bizga eng qadrli va yaqin va biz jon jahdimiz bilan kurashib mahkam ushlab oladigan narsa bu ota-onamizdan eshitgan falsafamiz. Tak. Men ham juda ko'p eshitganman deyaptilar Nodira. Pul haqida onamdan boy erkin yasholmaydi, musodara qilib qamab yuborishadi. Sababi onamni otalaridan boylik tortib olinib, o'zlarini surgun qilib yuborishgan. Mana bu narsa ham bizni pullarimizga ta'sir ko'rsatadigan omillardan biri ekanligini rastanovkali mashg'ulotda juda ham ko'p ko'rganmiz. Ya'ni agar ota-ona yoki ajdodlar pullari bo'lgani uchun bu hayotlariga xavf tug'dirgan bo'lsa, ya'ni ular quloq qilib yuborishgan yoki o'ldirib ketilgan yoki tunab ketilgan, xullas puli borligidan ozor chekkan bo'lsa, bu ajdodlar tizimida pullar bu xavfli degan bir mujdani yozib qo'ygan bo'lishi mumkin va bugungi kunda ayrim insonlar uchun pulli bo'lishdan ko'ra xavfsiz bo'lish yaxshiroq. Pulli bo'lish bu yuqorida ozgina gaplashib o'tganimizdek, o'ziga yarasha birinchidan xavf, ikkinchidan ishda, ya'ni pullarni bekitish kerak. Chunki bekitmasang kimdir kelib urib olib ketishi mumkin yoki tunashi mumkin yoki bo'lmasam yordam so'rab keladigan ko'payadi. Xullas, tushunganingizdek, bu bizni ongimizni tagida hujayramizda o'tirgan dasturlardan bittasi va bu ham bizni pulimizni to'sadigan, agar shunday deb ayta olsam. Tak, pul aslida imkoniyat, lekin biz buni bilmaymiz deyaptilar Madina. Mendagi puldan qo'rquvni ildizini anglaganman, u juda ham yaxshi. Hamma narsa ildizni anglaganda uni уже davolash osonroq bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda biz bilishimiz kerak, bizga xalal berib turgan narsa nima. Ya'ni dushmanni yuzini tanib olsangiz, siz u bilan ishlashingiz osonlashadi. Marhabo yozyaptilar. Mani onam pulni o'zlaridan ayab asosiy narsalarga ishlatar edilar yoshlikda. Lekin shunday xarakterlari bor, hech kimdan qarz olmaydilar. Nasiyaga savdo qilmaydilar, kreditga hech narsa olmaydilar. Pul bilan muomalalari yaxshi, pulni saqlab qolishga usta deb yozibdilar. Bu dastur ham естественно yaxshi dastur, onadan farzandga o'tadigan. Lekin mana shu falsafa bilan mana shunday aytaylik qobiliyatlarga ega bo'lgan ota-onalarning farzandlari ham pulda mahkam bo'ladi degani emas. Ya'ni biz ayrim pul bilan munosabatlari yaxshi bo'lgan ota-onalarni farzandlarida buning teskarisini ko'rganmiz. Xuddi shunaqa qilib ota-onalari pul bilan munosabatlari yaxshi bo'lmagan farzandlar pulga mahkam, mustahkam bo'lgan keyslar ham bizga ma'lum. Shunday ekan, ota-onani dasturi har doim ham o'zinikini olmaydi. Ayrim farzandlar ota-onani aytaylik dasturini oladi, ayrimlari esa olmaydi, o'zlarinikini quradi. Tak вот, qachon bizda o'zimizni hayotimiz bo'ladi? Qachonki qayerdadir qo'rquvimizga tik boqa olsak va eng muhimi avlod ajdodimizga yomon bo'lib qolishdan qo'rqmasak. Yana bir marta, eng muhim narsa avlod ajdodimizga yomon bo'lib qolishdan qo'rqmasak. Biz o'ylaymizki, agar men ota-onamdan-da yaxshiroq bo'lsam, boyroq, badavlatliroq bo'ladigan bo'lsam, ularning yuziga oyoq bosgan bo'laman. Xuddiki ana shunda men ularning farzandi bo'lmayman. Men xuddiki o'shanda begonalarning bolasi bo'lib qolaman. Bu xuddiki biz aytaylik qanaqadir bir tabaqadagi odamlar va boshqa tabaqadagi odamlar. Aytaylik, agar siz o'zingizni o'rta miyona odamlar doirasiga soladigan bo'lsangiz, boy qo'shnilaringiz ular bo'ladigan bo'lsa, agar siz boy bo'lib qoladigan bo'lsangiz, siz как будто bizni sotib u tomonga ketding degan bir tushunchaga kelib qolasiz. Bu sizga bilinmasligi mumkin. Kamdan kam mijozlar buni ongli ravishda sezishadi. Bu bizga o'xshagan mutaxassislarga ko'rinadigan dastur va bu dastur
tubida mixlanib turgan dastur. Tabiiyki bu hujayralar darajasida va buni odam ongli ravishda tushunib yetishi qiyin. Tak. Yana qanday gaplar? Nodir yozyaptilar. Men pul haqida o'ylaganimda ko'proq qo'rquv bo'ladi. Yana shuni his qilganim sari fikrlarim charxlanyapti albatta. Demak, har xil ustanovkalarni bizni pullarimizni cheklaydigan, qay ma'noda pullarimizni cheklaydi? Pul topishdan cheklanamizda, pul topishga bo'lgan harakat yoki bo'lmasam ochlik degan narsa bo'lmaydi. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmabdi yoki bo'lmasam menga shunisi ham bo'ladi degan tushuncha bu mana shu ichkaridagi cheklovchi dasturlarni mavjudligi. Lekin tabiiyki odam bu cheklovlaridan o'zi boxabar emas. Tushunganingizda mana shu narsani, ya'ni sizni cheklovchi narsa sizni fikrlaringiz, tushunchalaringiz ekanligini bilganingizda bu уже sizni masalani yechimiga qo'ygan birinchi qadamingiz bo'ladi. Ya'ni meni aslida pul topishimdan cheklab turgan narsa tashqaridan imkoniyatlarni yo'qligi emas, balkim o'zimdan ekan. O'zim shunchaki pul topsam yomon bo'lib qolaman yoki bo'lsam yaxshi pul topsam badavlat bo'lib ketsam ota-onamdan o'zib ketaman, bu bilan ota-onamning yuziga oyoq qo'ygan bo'lar ekanman, mana shunaqa fikrga kelar ekanman deb anglashingiz bu masalaning yechimi sari birinchi qadam bo'ladi. Yana qanaqa jumlalar yozilyapti? Dildora yozyaptilar. Men bolaligimda pul yomon, pulni ushlaganingdan keyin qo'lingni yuv degan gaplarni ko'p eshitardim. Qarang. Pul baravar qo'lning kiri. Pullarni ushladingmi, qo'lingni yuv. Balkim shuning uchun pul kelishi bilanoq uni tashqariga uni tarqatishga tushishimni anglab qoldim. Agar bizni ongimizni tubida pul baravar qo'lni kiri bo'ladigan bo'lsa, biz tezda ulardan qutulishga harakat qilamiz. Xuddi shunday qilib, agar bizda ongimizni tubida pul bu iflos narsa, pul bu yovuz narsa, pul bu harom narsa degan tushuncha bo'lsa, biz pullardan tezda qutulishga kirishamiz. Chunki biz nima qilamiz? Haromdan tezda qutulishga harakat qilamiz. Yomon narsalardan tezda qutulishga harakat qilamiz. U berib yuboramiz, tarqatib yuboramiz, ehson qilgimiz kelib qoladi, sadaqa bergimiz kelib qoladi. Xullas, agar sizda mana shunday qo'lingizga pul tushishi bilan uni tezda nimadir qilish, kimgadir yordam bergingiz kelib qolsa, kimgadir tarqatishga tushib ketsangiz yoki masalan birdaniga maytab qurishmay, kimgadir kitob sotib olib berishmay, shunga o'xshagan hissiyotlar paydo bo'lib qolsa, bilingki, sizni ongingizni tubida pullar baravar iflos narsa, pullar baravar harom narsa degan bir tushunchalar o'tirgan bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqorida ko'rsatganimdek, bu tushunchalarni ongli ravishda bilmaymiz. Bu narsalarni, ya'ni ichimizda shunaqa cheklovchi fikrlar bormi, yo'qmi, buni nima bildirib beradi? Bizni xarakterimiz, harakatimiz bildirib beradi. Ya'ni agar qo'lingizga pul tushishi bilan srazu o'zingizni aybdor hisoblab kimgadir tarqatgingiz kelib qolsa, bilingki, sizni ichingizda pul baravar xavf yoki bo'lmasam pul baravar yovuzlik, pul baravar yana nimadir-da. Pul baravar bosh og'riq, tezda qutul. Bosh og'riqdan qutul. Ya'ni pullarni nima bilan bog'lagan bo'lsak, mana shu pul qo'limizga kirib kelishi bilan bizda mana shu narsa faollashadi. Masalan, pul baravar og'riq bo'lsa, masalan, pulimiz uchun gapga qolganmiz, dakka eshitganmiz yoki bo'lmasam urush eshitganmizda pul baravar og'riq bo'ladigan bo'lsa, bizda pulimiz ko'paysa, tabiiyki ong tubi uchun bu og'riqning ko'payishini anglatadi. Shuning uchun tezda berib qutul. Og'riqdan qutul, bosh og'riqdan qutul, harom xarishdan qutul, qo'llarni kiridan qutul. Qancha pulingiz oz bo'lsa, shuncha demak bosh og'riq oz, shuncha qiladigan ish ham oz. Xo'p, yana nima deyishyapti ishtirokchilarim? Manzura yozyaptilar. Och qorinning tinch qulog'ing, boylarning tashvishi ko'p bo'ladi. Kechasi uxlolmaydi, halovati bo'lmaydi. Sanayversang chiqib keladi parad bo'lishib deb yozdilar. Действительно так. Sanaydigan bo'lsangiz, bularni adog'i yo'q. Xuddi pulni qanchalar gaplashsak,
shuncha baribir pul dolzarb bo'lishda qolavergani kabi mana shu ishonchli ham qancha kovlasangiz shuncha chiqib kelaveradi va yuqorida ko'rib chiqqanimizdek aslida bu narsa yaxshi yangilik ekan hurmatli tinglovchi ishtirokchi, sababi hal qilishimiz kerak bo'lgan narsa faqat shu ekan. Nima uchun ongni tubidagi dasturlarni, pullarga bo'lgan fikrlarni, e'tiqodlarni, cheklovchi ishonchlarni o'zgartirish muhim? Sababi pul bilan ishlanadigan narsa faqat mana shu ekan o'rtoqlar. Bizni pul qilishdan cheklaydigan narsa bizni mana shu ishonchlarimiz. Ishonchlarni yengishingiz o'zidan o'zi pullarni sharaqlab oqib kelishini ta'minlamaydi. Shunchaki siz pul topishga уже jizg'anay bo'lib qaramaysiz yoki bo'lmasam shunisi ham bo'ladi yoki bo'lmasam o'zi nima kerak pullar degan narsalarga degan xayollarga bormaysiz. Mana shu bilan pullar haqidagi mavzuni uzil kesilmas baribir bu dolzarb bo'lishda davom etaveradigan mavzu. Agar sizni mana shu mavzuda qanaqadir savollaringiz bo'lsa, video ostida izohlarda qoldiring, men ularga javob berishga harakat qilaman. Agar siz ham mana shunday savol javoblarda jonli ishtirok etishni xohlasangiz, Telegram kanalimizga a'zo bo'lishingiz mumkin. Telegram kanalimizda bunday suhbatlar har kuni bir necha bor bo'lib o'tadi. Nafaqat pul mavzusida, balkim boshqa mavzularda ham. Mavridi kelganda biz keyingi hafta pullar mavzusida ajoyib mak terapiyaga start bermoqchimiz. Mana shu tadbirda siz ongingizni tubida to'siq bo'lib o'tirgan qandaydir sizga tegishli to'siqlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz o'ylaymizki, meni pullardan to'sib turgan hamma narsani bilaman. Harakatsizligim sababli, dangasaligim tufayli, yana nimalardir tufayli deb o'ylaymiz. Ya'ni bizni pullardan to'sib turgan narsa nimaligini bilamiz deb o'ylaymiz. Eng muhim narsa va kalit so'z o'ylaymiz. Chunki ko'pincha siz o'ylagan to'siq sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Sizni to'sib turgan narsa siz o'ylagan narsa bo'lmasligi mumkin. Yana bir marta, siz meni dangasaligim meni pullardan to'sib turibdi deb o'ylashingiz mumkin, lekin sizni to'sayotgan narsa bu emasdir, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Mana shu narsani metaforik kartalar juda ham yaxshi ko'rsatib beradi. Kstati, metaforik kartalar как раз hozir pullar mavzusidagi metaforik kartalar qo'limda. Ularni ko'rsatib berishim mumkin sizga. Umuman metaforik kartalar bilan ish qanaqa bo'ladi? Agar siz pullar mavzusini aytaylik mutaxassis bilan ishlagan bo'lsangiz, ong osti mutaxassisi bilan. Ong osti mutaxassisi sizga aytadi, pullarni o'ylaganingizda nima xayolingizga keladi yoki bo'lmasam birinchi marta qachon qo'rqqansiz, eslab ko'ring degan savollarni beradi va sizlar birgalikda ishlaysiz. Metaforik kartalarda-chi? Metaforik kartalarda savolni siz berasiz va kartalar sizga javobni beradi. Ya'ni aslida ong ostingizda nima o'tiribdi? Ong ostingiz yoki bo'lmasam ong tubida pullar haqida nima mavzu? Qarang, qaysi kartani olsam yaxshi karta chiqyapti? Okey. Qanaqa to'siqlar bor ekan? Savolni biz beramiz, javobini metaforik kartalar ko'rsatib beradi. Nechta karta olsam hammasi yaxshi chiqyapti. Qanaqadir ajoyib kun ekan bugun. Metaforik kartalar nima? Metaforik kartalar bu ong ostini biz bilan suhbatlashadigan tili. Bizning ong ostimiz bizni tilimizda suhbatlashmaydi, u metaforalarda, ya'ni obrazlarda gaplashadi biz bilan. Men bitta misolni juda ham yaxshi ko'raman. Agar 10 ta odamni tizib qo'ysangiz, har xil millatli, 10 ta millatli 10 ta odamni tizib qo'ysangiz va olma desangiz, faqat o'zbek nima haqida gap ketayotganini tushunadi. Lekin agar siz olmani rasmini yoki olmani o'zini ko'rsatsangiz, 10 ta odam ham nima haqida gap ketayotganini tushunadi. Shunday ekan, hamma pul haqida o'zicha qandaydir bir fikrga ega, lekin o'zini ongini tubida pullar haqida nima o'tirganini juda ham kamchilik odam biladi. Agar bilganingizda, ya'ni sizni to'sib turgan narsa mana bu deb o'ylaysiz-ku, agar rostdan ham haq bo'lganingizda edi, siz bu masalani davno hal qilgan bo'lardingiz. Demak, siz o'ylab turgan narsa rostakasimga sizni to'sib turgan narsa emas. Shuning uchun ham bu masalani qancha ishlamang, baribir ishlaringiz o'zini samarasini bermayapti. Shunday ekan, eng samarali ishlar. Demak, metaforik kartalar bilan ishlaganda savolni biz beramiz, javobini esa, ya'ni ongimizni tubida o'tirgan
narsani metaforalada mana bu kartalar ko'rsatib beradi. Mana shu intensivga barchangizni taklif etaman. Bu hali hammasi emas. Bizda boshqa nihoyatda muhim mavzular ham bor. Masalan, u mavzularning bittasi ona bilan ishlash. Ona pullarimizga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Umuman bizni dunyo bilan munosabatimiz, ona bilan munosabatimiz, onadan ola olmasligimiz, dunyodan ola olmasligimizni anglatadi. Bundan tashqari ichki bola bilan ham ishlash dasturimiz bor va mana shu 3 ta mavzu tez kunlarda bo'lib o'tadigan 3 kunlik intensivni mavzulari. Intensiv haqida batafsil ma'lumotni Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Telegramning silkasini har doimgidek ushbu video tagidan topishingiz mumkin bo'ladi. Barchangizni intensivda kutib qolaman va siz bilan sizni qiziqtirgan mavzulardagi to'siqlarni, asli to'siqlarni ko'rib chiqamiz. Siz o'ylab topgan, siz eslashingiz kerak bo'lgan emas, balkim aslida qanday to'siqlarni yechishimiz kerak. Ana shu to'siqlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu safar savol beruvchilar siz va biz bo'lamiz, javob beruvchilar esa mana bunday yordamchilar bo'ladi. Demak, buguncha shu. Barchangizni o'tadigan intensivda kutib qolaman, ko'rishdan mamnun bo'laman. Bundan tashqari, Telegram kanalimizda mana shunday savol-javoblar tez-tez bo'lib turadi. Agar siz ham ishtirok etishni xohlasangiz, ushbu video ostidagi havola orqali o'tib oling. Keyingi efirlarda ko'rishguncha siz bilan xayrlashib qolaman. Paka-paka.